Mana do'stlar, aksiya qilmagandik, optimaga qo'yib yuboramiz 8 ta mashina do'stlar. Videoga обязательно like bosib, bizni kuzatib turinglar do'stlar. Har bittasini bittadan Telegram kanalimizga ham qo'yganmiz do'stlar, kuzatib boringlar. Xo'p, 2012-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysa Malibu mashinamiz 247 ming probegda, ikkita joyda kraskasi bor. Korobkalargacha yangi qilib qo'yishgan mashinani. Mashinamiz motorlari moy yemaydi, tayyor olasida mivoradigan joy xudo xolos. 3-paysa toza. Xo'p, sizlar uchun shu mashinani 9300 dollarga berib olamiz do'stlar. 2012 gazi bor. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Xo'p, 2013 ga 2015 salonda olib minilgan qora, birinchi paysa, uchinchi paysa original korobkalar qo'yib qo'yilgan. Bunda ham do'stlar 4-paketli propan, metan gazi bor do'stlar. Bemalol olasizlar, mazza qilib mivoradigan joy. 4 ta joyda kraskasi bor do'stlar. Bemalol kelinglar, proverka qilinglar. Agar sizga yoqsa 8300 dollarga qo'yib beramiz. 13 ga 15 salonda olib minilgan mashina. Orqalarini ham bitta ko'rsatib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi do'stlar, xudo xolasa o'zimizni Captivamiz. Buni narxini aytmaymiz. Haqiqatan Captivani sevib, aka zo'ridan bormi deb bemalol gapirsanglar bor. Mana shu mashinani o'zim minib yurganman. Tavsiya qilaman, bemalol kelinglar. Mana bagajini ko'rib turib borib, o'zingizlar 5 bahoni berib yuborasizlar mana. Mana qaranglar. Mana, ko'rasizlarmi mana? Mana. 2014 3 o'zi do'stlar. Mashinamiz polni detal shumka, ichlari ham polni shumka, akvaprintda qilingan, 147 ming probeg. Video registrator hammasi bor. Motor idealni turibdi mana. Ko'rasizlar? Polni shumka, 4 ta balon yangi. 2014 147 ming yurgan 12 mingga beraman. Xo'p, 2019 168 ming probeg, birinchi pozitsiya. Mashinamiz 4 ta eshigi va orqa bagaji toza, qolgan joyi polni kraska do'stlar. Bemalol kelib proverka qilib ko'rishingiz mumkin. Sizlar uchun bu Gentramizni 6300 dollarga berib yuboramiz. Generalniy davenisi ham bor. Jizzax nomerda 25. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Spark mashinamizni hozirgina bolalar 4900 dollarga qo'yganda, men 4800 dollarga qo'yib beraman do'stlar. Bemalol keling, proverka qiling, olishingiz mumkin bo'ladi. 3 ta 4 ta joyda kraskasi bor. Bemalol kelib proverka qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Gazi bor, faqat do'stlar oldi sotdiga 4800 qo'yib yuboraman. 2014 3-paysa Spark do'stlar. Mashinamiz 50-60 voz kraskasi bor. Texnik umuman ishi yo'q. Bemalol keling, proverka qiling, mazza qilib mining. Bu mashinamizni polni ishlarini hamma yo'g'ini qilib bo'lganmiz. Endi nima deydi? Mashinani og'iri ham bo'lib qoladi-yu. Og'ir kelib qoldi haqiqatan. 3900 dollarga qo'yib beramiz. Deta bir 300 dollarlar zarariga. Bemalol keling, genni ham qilib beraman. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Best probegi 500 mingga yaqin. Motori 1.5 ming bo'lib qilinganiga holati yaxshi, tayyor minadigan, narxiga vobshe super. Xudo xolasa arzimagan narxga qo'yib beraman. Videoga like bosinglar, bosmadinglar, bitta like bosib olinglar endi. Joningiz sog' bo'lsa, omon bo'ling. Xo'p, gazlari bor. Bemalol keling, bir 50 dollar, 100 dollarlik ishi bor. Balon holatlari ham pastga kelib qolgan. 2400 dollarga qo'yib beramiz. Xo'p, 2006-yil Dons mashinasini qo'yib beramiz do'stlar. Bemalol keling, proverka qiling, agar sizga yoqsa, baraka qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Motorlari ham, hadovoylari ham yaxshi, lekin kuzovda chaqachuqalari bor. Siz uchun hozirgina bolalar Telegram kanalimizga 2000 dollar, 2100 qo'yilganda 2000 dollarga qo'yib beraman. Bosing. Do'stlar, agarda bizning narxlarimiz to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol arzonroqga murojaat qilinglar, xudo xolasa. Shunaqa arzon narxda qo'yib beramiz. Siz ham aynan mashina sotmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, arzonroq xizmatingizda. Uy joyingizni ham sotib beramiz. Hammasi Allohdan, biz sababchimiz. Bosinglar.